Toshkent tumani Qizg'aldoq mahallasidan 1 kvadrati 750 dollardan tayyor kadastr hujjatlari bor. Mana shu novostroykamizdan kvartira olishga nima deysizlar? Lokatsiya juda ham zo'r. Betonkani ko'rishimiz mumkin. Yo'lning naryoq tarafi Olmazor tumani Beshqo'rg'on mahallasi bo'ladi. Yo'lda bu yoq taraf betonkani bo'yidan ikkinchi liniyada joylashgan shu novostroykamizni old taraflarini ko'rishimiz mumkin. Chiroyli deski planshetkalariga ham ega bo'ladi. Novostroykamizda polnisu sifat bilan qurilgan. Ichkari taraflama ko'rishimiz mumkin. Patologlar baland-baland ishlangan, xonalari pishgan qishdan perdelka qilingan. Oyna romlarni ham hammasini katta-katta deyarli panorama ko'rinishda qilib berishgan bo'ladi. Bir xonalining kvadrati 57 kvadrat, ikki xonamizda 70 kvadrat, 3 xonali 86 kvadratdan boshlanadi. Xolasanglar 140 kvadratli dupleks ko'rinishidagilari ham bor. Ya'ni kvadraturalari katta-katta, haqiqiy o'zbek oilalari uchun moslangan novostroykamiz. Pastda mana shu quruvchilarning nomerini qoldiramiz. Telefon qilsanglar yana batafsil ma'lumot berishadi. Lokatsiya Telegram kanaliga ham joylab qo'yamiz.